Turmushdan to'sish sehrining belgilari, alomatlari. Tabiiy dorilar, tibbiyotdagi dorilarni ichishga qaramasdan to'xtovsiz tez-tez bo'lib turuvchi og'riqlar, bosh miyada, tana a'zolarida, ko'krak qafasi ostining siqilishligi, asrdan so'ng to tun yarmigacha. Sovchini yoqimsiz yoki xunuk suratda ko'rish. Deylik, bir qizga sovchi keladi, o'sha qiz o'sha sovchini yoqimsiz bir xunuk suratda yoki yoqtirmasdan, ya'ni unga xushlamaydi yoki o'sha tomonga rag'bat bergisi kelmaydi, ya'ni turmushga chiqishga xayrixoh bo'lmaydi. Ko'p xayol surish, xotiraning zaiflashishi, skleroz bo'lish, uyquda cho'chish, uchib tushish, uyquda tepakdan pastga tushib ketish. Tushida esa tushga ilon, it, mushuk, eshak, sher, tulki va sichqon kabi hayvonlarning takror doimiy suratda kirish. Agar yedirilgan yoki ichirilgan sehr bo'lsa, bu turmushdan to'sish sehri ham yedirilgan yoki ichirilgan bo'lishi mumkin. O'shanda oshqozondagi nima bo'ladi? Doimiy og'riq paydo bo'ladi. Oshqozon og'rib turadi. Umurtqaning eng pastki qismida ham nima bo'ladi? Og'riqlar paydo bo'ladi. Demak, mana shu alomatlar erkak bo'lsin yoki ayol, ya'ni yigit bo'lsin, qiz bo'lsin, turmushdan to'sish sehrining belgilari hisoblanar ekan.